Yuring adam bilan gaplashing. Uyalama. Nimadan uyalasiz? Yeb qo'ymaydilar, dadilroq bo'ling. Qochayapti. Alika, oldin sovchi yuboring, keyin kelasiz. Adam bilsa qattiq qo'llar. Ha, ming'illama. Qo'qqanni qulog'i sinsin. O'zim gaplashaman dadem bilan. Rahim. Mashinasi bordimi? Rahim tog'a. So'ljayib o'tiraverasizmi? Gapiring. Rastavit. Ha, siz ham o'zingizni ko'rsatavermang. Qizimni sevasizmi? Qoshiq olib kel. Nimaga? Tili ketadi hozir buni. Qizinglar qon qo'radi. Soat 2da ham telefon qiladi. Sizni sevaman, o'lib qolaman, o'zimni o'ldiraman, bir nimalar. Va nima deyapsiz? Ha, siz vatantak qilib turing. Nima ish qilasiz? Katta korporatsiya rahbari. Korporatsiya nima degani? Korporativ deyapti. Ani ishchilik qilib o'tiradi-yu, jo'raboshi degandek gap. Hop, kuyov bola. Nima ish qilasiz o'zi? Taksichilik qilaman. Ammo kecha yomg'irda shunaqa yondi, soqqani yomon ishladik. Bolalarda огородga o'tkazmaylarda pasha bosadi. Voy, o'l, taksi ekan u. Siz Elon Musk qizisiz a? Pulis jaraqlab yotibdi, to'g'rimi? O'zingiz issiqdan pomarqit materialda ko'ylak kiyib olgansiz. Har narsani gapiravermang. Ha, siz ham ayezga o'xshamasdan juppa-jup qilib turing. Mana shu mishig'iylar sevaman doma. Niyat qilardim bo'lajak qaynama oldiga kelib yangi chiqqan Honor 400 Lite telefonni qarang asalligini. Sabrissimo. AI kamera tugmasi bilan tez ishga tushirish, yaqinlashtirish va qiyinchiliklarsiz videoga olish imkoniyatiga ega. 108 megapiksel bilan ajoyib suratga olasiz. Uzoq muddatga ishlab beruvchi batareykasi ham mavjud. Qani funksiyalari yoqdimi? Ha? Bo'lajak qaynamga maqtanay dedim. Yangi telefonni joningiz sog' bo'lsin. Yashamaylik ekanda. Menga yoshlar baxtli bo'lsin. Bu nonni sindiring. Nonni sindiring, baxtli bo'lsin. Bo'p sindiring. Qani, bismillah, yoshlar baxtli bo'lsin. Ey, otaginam mana masajlar qilib qo'yaman. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'sh qo'ying, kallalaringiz bo'sh qo'ying. Qirs. Voy. Dadasi? Dadasi? Dindoz yaxshimisan? Charchamas. Men qarang, non sindirildi, ammo gapdan qaytish bo'lmasa, erkak bitta gapiradi. Qo'y asultinglar to'ygacha yaxshi bo'lib ketadi.